Şunda içi vermez var. Amir şuna kadar. Ana. Şimdi suya katta. Ortası gibi yapıyor. Yapır beni. Yapır beni. Soruyan gününüzden tebrik edeyim. Mübarek olsun, ulu yaşlar. Yüzlerine kire göre daima yolumuzda bulun, bağrımızda bulun. Layım. Hacılarga ham sidira bap ketding iloyim. Iloyim. Ha iloyim. Baqiriq chaldi bor yaxshi deymiz-da doim. Faqat bilan yuribmiz-da aka. Albatta ko'zik to'q. Boriga shukur. Ha, shular bor tog'da yuribmiz. Olib kel qiz. Hozir sizga aytaman. Akam bog'iga kel. Iloyim, ko'ngillarimiz xudo olsin. Ikkilaring qo'shaqarmi, qartallarda, nevaralarda ota havasini ko'ringlar. Iloyim. Mana shu xonadonda hamisha xursandchilik arimasin. Aytganingiz. Ha. Haqqalaring nasib qilaring nasib. Iloyim. Bundan bog'iga hojilarga Xudo hojilarga ham nasib qilsin. Hoji ota bo'lsanglar. Iloyim. Xudolar nasib. Iloyim, bollarimizni omadini bersin. Baxtimizga sizlarimiz sog' yuringlar. Iloyim. To'rimizda o'tiringlar iloyim. Ovozlar bor-ku. Ha, iloyim. Salomat o'ying. Nimada keldingiz? To'yga keldingmi? Mashinada keldingizmi? Ha? Olib kelib chiqardingmi? Ha, ravan. Bularga ham Bu yorug' dunyo g'animat. Bu turmaxon. Bo'lmaydi ravan. Ifo'zni oting o'zimdan chiqmaganini qara. Umringiz uzoq bo'lsin iloyim. Rahmat qilib. Bugun shunaqa xursandchilik ekan, xabar borib qoluvdi. Akkurat tabiqe etmiyoruz ki işte. İyi Serdar, norma. Devam. Ancan sağlığı yutsun. Selamat. Selamat. Bilasiniz. Vakit budur. Rahmet. Öyle teşekkür. Selamat olun. Ay yaşamlar. Amin. Allah Teala hamamızı kanalına sırasın. Amin. Allah'a feyiz berekatı versin. Bana kılıyatken Allah yolundaki insanlar dergahada kabul olsun. Amin. Her bu hamından marifetine koşa kalınlar, bahri sağlam kalınlar. Yani şimdi ulu eyyam kullarının hayatlarını terha ve koşullarını toplanan türeyin. Allah. Rahmet Allah. Marifet mümkün etmez. Armanı da. İkinci şartlar yaşıyorlar. Onlardan nasıl kibarıyız? Nabıdan geldi. Bir uğrak etme. Filelemediniz. Aleyküm. Gelin ha gelin. Gelin. Ay yaşlısınız. Charchamayın, rahmat, iloyim, hammamiz birgalikda bu kunlarda bugün ciddi şaşmıyor. Ya
Amin. Rabbil alamin. Dinler özgür muhtaç kılmagan. Hammamiz o'zing panohida siragan va o'zingning hidoyat yo'lida yuradigan yaxshi amallar qilishga nasibimiz aylasin. Parvardigoro mana bugun ulug' kunlarda Habibuxon singlimizni, barchalaringizni mana shu ulug' yoshlaring, 63 yoshlaring munosabat bilan qilayotgan tadbirlaringizni Alloh taologa qabul qilsin. Bu xonadonlarga feyz barakot bersin. Mana shu do'stliklaring, ittifoqchilaring hech qachon buzilmasin. Mehrli oqibatli bo'linglar. Hammalaring farzandlaringizni baxtga olib ko'ringlar, topgalar ko'ringlar. Ilohim baxtimizga sizlar ham omon bo'linglar. Men kallam ishlamoqchi o'taman. Men vakilda bo'lmayman. Hali qirlikda ham sen ketib olgansan, men qoldim. Ha, shu o'g'ilda. Sumardomlar kim aketadi biladi. O'shanni to'ldirmadi ketdi. Yaxshi, hammalar yaxshimisizlar? O'g'illar, o'g'illar. Bu joylarga bostiribinglar, shu bahonada. Hadi kelavringlar. Anasini bilsak. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Rahmat, yaxshimi? Quloq bo'lsin endi. Yaxshimizlar hammalaring. O'g'illar, nevarlar Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Bu xonadon taklif bilan keldik. Davrama to'ldi. Yana davomimiz to'laveradi. Endi soat ham o'zi dars o'tgan vaqt bo'lib qolibdi. O'shaning uchun qo'ng'iroq chalish shart emas, bir duo qilaylik. Amin. Rabbil alamin. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Hammamiz o'zing panohida siragin. Bu xonadonlarga feyz va barakot shuhinglar topgin. Mana bu sinfdoshlar bir-birlariga mehrli oqibatli bo'lib, hayotlarini farovon qilgin. Hammalarning xonadonlaringda xursandchilik kunlar bo'lsin. Mana bu Habibuxon bilan mardikalar, qo'sha qaringlar, baxtli sog'lar bo'linglar. Mana shunaqangi xayrli savobli ishlarda doim ustida yuringlar. Mana shu 60 yoshlaring hammalaringga muborak bo'lsin. Alloh. Qo'sha qaringlar.
ko'rsinlar. Endi soqol chiqdi. Yigitlar biz aqta baxtamiz u aya 65 ga kirsangiz dadam 70 ga kirsa qo'ylarni so'yib katta qilib beramiz degan niyatlarimiz bor edi. Men aytdim ki endi kichik kirib qilib turaylik. Xudo yetkisi yana qilib beraverasizlarda. Ha, o'zimizga ishonch qolmayapti o'rtalarimizga. Ha, iloyim omon bo'lsin. Kunlarga yetkazganiga. Ha, yetkazganiga shukr. Ha, endi kelyapti. Sağlık üstadıyla yolda. Hop. Ama önce sorun. Ha, bugün keskeçe veren bunu. Sağlamdalar hem şette, kazandalar hem şette, amma şette. Qo'linglarni to'q bo'lsin. Omadlaringni bersin. Hammalarni so'rab qo'yapti. Hammalar Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilaginglar oldida bosh egaman sof yuragingdan. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Onaginam kel poyingga men tiz cho'kay. Meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi. Yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa. Habibaxonda umri uzoq, rizqi olsin, boshlari ko'ydan chiqmasin. Nevara kelin, nevara kuyovlarni ko'rib 100 yoshlarga kirganda ham yubileylarda qilib beraversin. Safar ketgan o'g'illari esalamaga yuborolmay kelsin. Omadini bersin. Kelayotgan yillarimiz omadli bo'lsin. Hamma farzandlar sog' bo'lsin. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardi, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim kim bo'lsam ham bu dunyoda, mehribonim sening uchun qul bo'lardim. Boydot.net birinchi sifatli. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Onajonim tilagim bor alohida, asrasin yo Robbim seni panohida.
70'te 80'e pul olacak. Maşinayız da niye vakitler akıyor? Hemen Suriye'de kendimden bir çok markette biliyorsunuz ya. Yaşasınlar. Ne yapsınlar? Nimadagi belgilarni ularga ham hali ovozi ochilyapti bularda ham. keladi Samsuzlarga kirib yugurib yuring iloyim. Ramijoningiz sog' bo'lsin. Akajonim bilan qo'sha qaring. Nevara-everlarni orzu havasini ko'rib iloyim yaxshi kelinlar, yaxshi kuyovlar, nevara kelinlar qilsin. Nasib qilsin, yanaga shu vaqtga o'lmasdan yetadi. Yana shu dasturxoningizni boshida hammamiz xatoimizdan qaramasdan Xudoyim taolo o'zi yetkazsin. Rahmat. Qadamlaringizga uzoq yo'llardan shuncha yo'ldan yana qaytib kelganingizga rahmat. Meni qayni sinimda endi bor. Meni qayni sinlarimda ular. Yaxshimi? Nevaralar, qizlar. Sizniki ham yaxshi kelyaptimi Rossiyadan qizlar? Yaxshimi? Sog' bo'lsin. Olib kelmabsizlar-da billah. Mahbuba yaxshimi bolalarimni? Matlubalar ham, anvarlar ham hammasi. Habibuxonaga qutlug' bo'lsin. Bugungi tavallud topgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Shukrona kunlar muborak bo'lsin. Keling davramizga hurmatli padar buzrukvorimizni ham davramizga chorlayapmiz.
Amaki keling sizlar. Yaqinlari, mana ustozlarimiz, mana shu qo'mo qarindoshlar, barcha yaqinlar mehmon bo'lib o'tirdilar. Barchalariga chiroyli qilib xush kelibsizlar deb qo'yasizlar. Marhamat amaki. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo bizlarda Alloh taolo o'zi shunchalik aziz va mukarram qilib yaratgan ekan. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga salatu durudlar bo'lsin. Parvardigori olamga shu bizni xonadonimizni bir ziyoratiga, bizni taklifimizga labbay deb shunchalik qadam ranjida qilib kelibsizlar ekan. Hammalaringni qadamlaringga Alloh taolo o'zi ajr savob bersin. Hammalaringni Alloh taolo murod maqsadlaringga yetkazdirsin. Oilalaringga hammalaring bosh bo'linglar. Mana shunaqa yaxshilik kunlaringga bizni ham Alloh taolo nasib qilsin. Xush kelibsizlar. Mana bugun shu ozgina sizlarni kunlaringni olaylik deb shu bir dasturxoncha yozgan edik. Shunchalik kelibsizlar, rahmat hammalaringga. Mana bugun mana Habibaxonni tug'ilgan kunlari ekan. Alloh taolo yanada ziyoda qilsin. Baxt yana bu kishini boshida bardavom bo'lsin-da, uzoq yillar mana shunaqangi yaxshi dasturxonlarda, yaxshi davralarda, yaxshilik kunlarda farzandlarni hammamizni shu yonimizda bo'lib, shunaqangi kunlarni ko'pini ko'rib yuraversin. Yuzlarga kirganda ham shunaqa dasturxonlarga, ziyofatlarga taklif qilaylik. Hammalarga ham Alloh taolo shu kunlarga yetkazsin, birga bo'laveraylik. Qolgan mana bu sinfdoshlarni ham hammalarini muborak 63 yoshlari bilan muborakbod qilamiz. Oilamiz nomidan, o'zim nomimdan uzoq yillar shunaqangi davralarda hammalaring qatorlaringdan xato bo'lmasdan sog' salomat bo'lib yuraveringlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarim. Aziz mo'tabar sinfdoshlarim. Mana bugun bizni kamtarona xonadonimizga qadam ranjida aylab kelibsizlar. Hammalaring avvalambor xush kelibsizlar. Hammamizda Alloh shunday kunlarga turmuchimizni sog' salomat qilib yetkazdirganiga avvalambor Allohimga shukronalar, hamd sanolar bo'lsin. Hammalaringda 63 yoshlaring muborak bo'lsin. 63 yoshlaring bo'lsin muborak. Qalbingizga joy bo'lsin, yosin taborak. Tabriklayman sizni gul bilan, olqishlayman sizni baxt bilan. Tabriklovchi do'stlaringiz Habiba, kechirasiz, men emasman adiba. Ilohim 70 yoshlarimizda ham, 80 yoshlarimizda ham, 90 yoshlarimizda ham qatorimizdan Xudo kam qilmasin. Mana shu ustozlarimiz ham to'rilarimizda o'tirsin to'ldirishib. Hammalaring omon bo'linglar. Bolajonlarning orzu havasini ko'rib, mehr oqibatimiz mustahkam bo'lsin, bordi keldimiz bardavom bo'lsin. Ilohim doim mana shunday chiroyli o'tirishlarda birgalikda o'tirib turaylik. Hammalaring bolalaringga bosh bo'lib, shavarda sartol qiyatni gullatib, yashnatib, bolajonlarning orzu havasini ko'rib yuringlar. Ustozlarim, qadamlaringga hasanat. Ustozlarim, ustozlarning ustozi. Har bir so'zi bir-biridan ma'noli. Bu ustozlarimizni bir qop tillaga ham alishmaymiz. Umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Doimo 80-90larga kirsak ham to'rimizni kelib to'ldirib o'tiringlar. Ilohim baxtimizga sog'-omon bo'linglar. O'rtoqjonlar, mana bugun endi ozgina xursandchilik qilib o'tiramiz endi. Mana bir boshdan chiqib tabriklovchilar bo'lsa, mana Latif Ahajon Latifa apanda aytib bersa ham mayliga. Sinfdoshlarimiz Ashrali bilan Esonboy o'yinga tushmasa musiqa darsi boshlanmas edi. To'xto'qiz aka, domla bilasa,
avval birinchi ekov yo polkaga lazgiga o'ynab berardi, keyin dars boshlardingiz. Shavkatjon bilan Ashrali. Ha, qolganlar ham yonboshida Xudo xolasa. Qaranglar, umrda o'tishini qaranglar o'rtoqlar. Yaqinginada papka ko'tarib, sumka ko'tarib maktabga borgan edik. Karimjon domlamiz, iloyim oxiratlari obod bo'lsin. Mutabar kelamikan umid qiluvdik, kelishmabdi, aytib lekin. Domlamiz xuddi otamizni kutib olishardi, biram shirin gaplar bilan. Yodimizdan chiqarmaymiz. O'tgan ustozlarimizni hammalarini oxiratlari obod bo'lsin. Qancha yaxshi ustozlarimiz bor edi. Mana sinfdoshlarimiz, umr o'tkincha ekan o'rtoqlar, qilgan oqibatimiz qolar ekan, shirin so'zlarimiz qolar ekan. Qancha sinfdoshlarimiz, mana Foziljonlar, Abdusalomlar, rahmatullohlar, mana Bashorat Zavruxonlar, Qandalatxonlar, mana Odinaxon, Kanizalar, qancha maqsudalar o'rtoqlarimiz o'tib ketib qolishdi. Ma'mur qanaqa edi, Jo'ra qanaqa edi? Iloyim o'tgan o'rtoqlarimizni ham hammasini joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Qolganlar sog' salomat bo'linglar, o'rtoqjonlar. Doimo xursandchilik kunlaringda, to'ylaringda o'tiraylik. Vaqt kelsa novoz so'yib ham aytganimizni ham borolmagansizlar o'rtoqlar. Bir qadam yiroqda bo'lganmiz. Mana xayriyat yaqinroqqa kelib qolibmiz ekan, keldilaring, Xudoga shukr. Sog' bo'linglar, qadamlaringga hasanatlar bo'lsin o'rtoqjonlar. 90-100larga kiring yuringlar, 60lardan oshib yuringlar, oyday bo'lib. 70 yoshlarga yetib yuringlar, sho'x oqar so'yday bo'lib. 80 yoshda sarasi bo'linglar, do'stlar davrasida. 90 yoshda to'lib o'tiringlar nevaralar, chevaralar orasida. 100 yoshda ham yuzlashaylik, nasib etsin. O'shal kunda nevaralar, chevaralar hammalaringga gullar bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kechgacha o'ynab kulib ketinglar, iloyim. Xola rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, ko'p yillar mana shu farzandlarga, nabiralarga bosh-qosh bo'lib to'ralarda o'tiringlar. Endi o'yinni boshlaymiz endi. Mana bu chiroyli qo'shig'imiz sizlar uchun. Davramga taklif etamiz. Hurmatli vakillar, hurmatli volidamiz. Muborak bo'lsin.
Bize hayırlaşmayın, benim ağabeyim.
Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Davramizda albatta chiroyli tilaklarda yaxshi niyatlarni bildirgan xonadon sohibi sohibalariga, hurmatli volidamizga, hurmatli padari buzrukvorimizga uzoq umr, salomatlik tilaymiz. Bugungi barcha yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar, chiroyli duolar ijobat bo'lsin hammasi sizlarga. Albatta mana hali aytayotganimizdek, xonadonimizda hurmatli mana ustozlarimiz mehmon bo'lib turishiblarni bildirish uchun hurmatli ehtirominglar, hurmatli Erkinjon amakimizni, Nabiy Erkinjon domlamizni, hurmatli ustozimizni davramizga taklif etaman. Ustoz, avvalo xush kelibsiz. Keling, davramiz sizga muntazir. Bir yaxshi tilaklarda, yaxshi niyatlarda davramizda barchamiz guvoh bo'lamiz deb umid etaman. Albatta ustozimizni yonlariga sherik qilib, yana bir ustozimiz hurmatli To'xtaqo'zi amakimizni, albatta Yo'ldoshev To'xtaqo'zi amakimizni ham birga davramizga chorlaymiz. Ustozlar kelinglar. Ustoz marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli shogirdlar, xonadon sohibalari, farzandlari, kelin-kuyov nabiralari, qudalari, andalari, mehmonlar, hammalaring mana bu xonadonga xush kelibsizlar. Yaratgan Parvardigorga beadad shukr qilishimiz kerak. Qaranglar, shunday yaxshi zamonda, yaxshi kunlarda bizlarni mana shunday davrada chiroyli qilib diydor ko'rishtirib qo'yganiga. Ko'z-ko'zga tushdi, mehrlar yana ortdi, qalblar junbushga keldi, yoshlikni eslab, xotiralarni eslab mana gaplashib o'tiribsizlar. Shu tashkilotchi qizimizga katta rahmat. Umri uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. Endi ilgari ham sarkor edi, hozir ham mana sarkorlikni qilyapti. Yana tan shu isbotini qilib qo'ydingizlar, baxan umringiz uzoq bo'lsin, rahmat. Endi shu hurmatli shogirdlar, men ham shu xonadonga kirib kelganda o'zimni boshqacha his qildim. Kayfiyatim baho ko'tarildi. Men ko'rib yurganlarim ham bor, bitta ancha bir ko'rmaganlarim bor edi. O'sha qizlarimni mana yigitlarni uchrashdik, so'rashdik. Yana kayfiyatlar ko'tarildi. Yangi bir dunyoga kirib qolgandek bo'ldim-da hozir. Juda boshqacha bo'lib qoldim. Shu tasavvurlarimni endi hechga sig'dira olmayapman. Avvalambor sizlarni mana shu ulug' yoshlaring, 63 yoshlaring muborak bo'lsin hammalaringizga. Bu yoshga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Maqsud domla aytgandek, Xolmajon akam doim shunday turardi. Yetkizgan ekan, shunga shukr qilamiz. Mana bu davra g'animat, mana bu didor g'animat. Alloh taolo hammalaringizda mana shunday chehralaringizda doim tabassum bo'lsin. Yuzlaringizda kulgu bo'lsin, ko'zlaringizda nur bo'lsin. Iliqlik, do'stlik butunlay qalbingizni band qilgani uchun bo'lsin inshaalloh. Endi yoshlikda ko'p ishlar o'tib ketdi. Buni hozir eslab boshqa qilishga fursat yo'q. Shuning uchun qisqaroq qilamiz. Meni istagim mana shunday diydor ko'rishadigan kunlaring yana ham ko'p bo'lsin. Endi bir sabab bilan, bir boshqa nima bilan uchrashib tursaring, bu nur ustiga nur bo'ladi. Mana yangi tabiqani eslatib o'tib ketdi. Mana ayrim qizlarimiz, yigitlarimiz olamdan o'tib dunyoni tark etgan ekan. Bu Alloh bergan umri. Bunga hech kim ish deya olmaydi. Kimga qancha umr rizq berganini yaratgan o'zi biladi xolos. Bu sir. Shuning uchun biz shukr qilib yashashimiz kerak. Shunga yetkizdimi? Shunga shukr qilishimiz kerak. Endi men Habibaxon qizim men bir to'yimda bir ajoyib bir menga she'r o'qib berdi. Hali ham yig'lab o'sha she'r dirmab yuraman. Lekin men shoir emasman, she'r yozmayman. Lekin ko'chirmachilik qo'lga keladi. Lekin litsenziyasi bor she'r aytib qo'ying. Men sizlarga o'qib beraman shu. Kanspik borda, kanspik, hali ham kanspik bor. Buni Toshkentga telefon qildim. Aytib qo'ying, Toshkentga telefon qildim. Shogirdga. Shogird dedim, seni bir kitobing chiqqan, kitobingda she'ring bor edi. Shu bugun shunaqa davra bo'ladi-yu, mana shu davrada shu she'ringdan foydalansam mayligami dedim. Ruxsat so'radim. Ruxsat so'radim. Ustoz dedi, meni boshim osmonga yetadi dedi.
agar sizni o'qib bersangiz dedi. Shuning uchun shu yerda kitobda ko'chirib oldim. Kitobda o'qimadim. Avtorni keyin aytaman. Hozir o'qib olayotdik, avtorni keyin aytaman. Payg'ambar yosh muborak. O'tib endi navqiron yosh. Ko'zingizda balqdi quyosh. Ko'zimizda quvonchdan yosh. Tabarrukdir payg'ambar yosh. Oilaga bo'lingiz bosh. Juftingizga bo'lib sirdosh. To'ylarida bo'ling bosh-qosh, elga bering shukrona osh. Nabiraga quchoq to'lsin, sizni ko'rib o'ynab kulsin. Mehringizga to'yib yursin, xonadonga shodlik kelsin. Yoshingizga qo'shilib yosh, sog' salomat ko'taring bosh. Qutlug' bo'lsin endi bu yosh, ko'zimizda quvonchdan yosh. Hammamiz yig'ladik haqiqatan. Sizni qutlar yori do'stlar, qo'ni qo'shni qarindoshlar, davradagi kasbdoshlar, siz kabi bir qalbi yoshlar. 60 yosh uch muborak, payg'ambar yosh muborak. Salomat bo'linglar. Kim dishari bu? Avtorini ayting endi. Habibaxon. Sizga yozilganda bu she'r. Bu she'r o'zimizni shogird. Hozir 60 yoshga kirdi, 18-aprel kuni tabriklab qo'yganman. Qo'sha qilib yo'lchi degan u qiyatni qo'rg'onchasidan bir yigit bor. Toshkentda Oqqo'rg'on turadi. Hozir Ko'karonda yashagan. Shu men aloqam borda shu bilan. Ikkita kitobi chiqdi. Zo'r qobiliyati bor. Endi shunga men telefon qilib ertamda aytdim. Yo'lchivoy dedim, kitobingni o'qib she'r to'p bor edi. Shuni dedim, bugun bir joy qo'llamoqchiman, o'qib bermoqchiman. Rozimisan desam, ustoz biymat roziman dedi. Keyin hammalarni tabriklab qo'ydi. Men nomimdan dedi o'sha 59-yilda tug'ilganlar tabriklab qo'ying dedi. U 62 tug'ilganda. Ham tabriklab qo'ydi. Jo'rabi kelmadi jo'ra. Men bo'lish kerak edi. Shuning uchun sizlarga mana shu yetkazib qo'ydim. Alloh taolo hammamizni mana shu yo'l o'qilirga yetgan shum bo'lsin, hayotimiz farovon bo'lsin. Hammalaringiz oilaringizga tinchlik hozirlik tilayman. Farzandlaringizga nabiralaringiz kamolini ko'ringlar. Ko'p kuyovlik bo'linglar, ko'p kelinlik bo'linglar. Nevaralarga ham to'yni ko'rishni Alloh nasib etsin. Mana shu bir-birlariga bo'lgan mehr ziyoda bo'lsin. Ko'zlaringdagi mana shuni sharaf turgan nur hech qachon arimasin. Salomat bo'ling. Ustoz rahmat. Hurmatli ustozimiz mana uzurini so'rashdilar. Endi ustoz o'tirib olmaysiz, endi bitta shogirdingiz bilan bir davraga taklif qilamiz. Birorta shogirdlar bilan albatta mana davramizda chorlasaydi bir chiroyli niyatlarda, chiroyli tilaklarda hurmatli ustozimizdan, hurmatli valilarimizga eshitamiz. Sharifxon opa, keling davramizga avvalo xush kelibsizlar. Bugungi ajoyib kun muborak bo'lsin, payg'ambar yoshi albatta. Avvalo assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu kechani to'ldirib o'tirishgan payg'ambar yoshidagi qizlarimiz, mana bu yerda erkaklarimiz, payg'ambar yoshi hammalaringga muborak bo'lsin. Bu kunlarga yetib kelganlar bor, yetmay kelganlar qancha. Shuning uchun yetib kelolmagan barcha sinfdosh do'stlaringizni oxiratlari obod bo'lsin. Qolganlarga umrini bersin, rizqini bersin. Mana shunaqa 63 yoshdan yana 3-4tasini ko'rish har bir bandaga nasib ro'za aylasin, xursandchiliklar bo'lsin. Xo'sh, mana shu sinimiz Habibaxonga ham umri uzoq bo'lsin. Mana shunday bir o'tirish tashkil qilgan mana Ma'rifjon pochchamiz umrlari uzoq bo'lsin. Haj safarlariga borish nasib ro'za aylasin. Hamisha xursandchiliklarda yursin. 4 ta odamni to'plab bir joyga o'tirgizish ham qiyin masala, o'zlaring yaxshi bilasizlar.
mana hammalaring jam bo'lib o'tiribsizlar. Necha yildan beri ko'rishmagan bo'lsalaring kerak. Bir-birlaring bilan yaxshi gaplashib, suhbatlashib, chiroyli o'tirishlaringizni men so'rab qolaman Xudoyim taoladan. Mana undan keyin raqsga chorlab qolamiz. Mana hozir siz navbatini opamga beraman. Marhamat. Qarsak. Assalomu alaykum. Mana shu yerga to'plangan Habibaxonda dugonalari, sinfdosh yigitlari, xush kelibsizlar. Mana shu o'tirishni tashkil qilgan Habibaxon, Ma'rifjonga ming rahmat. Mana ustozlarimiz ham kelishibdi. Hammalaringda umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Boshlaring to'ydan chiqmasin. El yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Darsoxonlarimiz to'kin sochin bo'lsin. Kelayotgan yillarimiz omadli yil bo'lsin. Safar ketgan bolajonlarimizga omadini bersin, oy baroman kelsin. Yigitlarimizga ham rahmat, Ma'rifjonga ham ming rahmat. Mana shuncha odamlarni to'plab, muzikantlar, videolarni aytkizdirib ket. Ma'rifjonga ming rahmat, umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Bundaqalarni yuzga kirganda ham qilib beraversin. Ya rahmat. Mana shu gaplardan keyin o'yimga tushmay bo'ladimi? Ustozlar, avvalo sizlarga rahmat. Men ustozim Erkinjon akamni taklif qilaman. Bir ikkovimiz raqsga tushamiz endi. Bir qanotimizni yozamiz. Marhamat, muzikalar bo'lsin. Akalarimiz davramizga beri qilolmaysan. Qaysisida burjuning gavhar shabborisan. Qaysisida navsan labayla narsan. Qaysisida manzarni yanayim narsan. So'ylamaga sanam kimni sevar yorsan. Ana ko'z boy ana ko'z boy ana ko'z kalbara ana ko'z kalbara. Ana kız boy boy, ana kız boy boy, ana kız gel bana hey.
tahtasi So'ylamaga aysanan kimni sevaryapsan Ola göz boy 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 Ola göz boy boy Ola göz kalbari Ola göz kalbari Ala göz gel bari, ala göz gel bari, ala göz boy boy boy, ala göz boy boy, ala göz gel bari, ala göz gel bari. Hadi var, hadi. Anladım ağlam, bir ağlı fırtın, anu hakkı gezan. Onajonlarimiz Başım igine kalayın kumu davralar
Uylar ko'rgan uyni rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Davramizda chiroyli tilaklarni, yaxshi niyatlarni bildirgan hurmatli ustozlarimizga, hurmatli volidamizga Marjon akam, adashmasam, Haydar Ahadjon akam. Aka keling, davramizga bir yaxshi niyatlar bildirib. Zaylab qolar, zaylab. Ahadjon aka keling. Akamiz yonlariga sherik qilib Shohidaxon opamizni davramizga taklif etar ekanmiz. Shohidaxon opa keling. Aka, avvalo xush keliblar. Bir yaxshi niyatlarda, yaxshi tilaklarda. Kim meni chaqirgan, men gapga yo'q. Assalomu alaykum sinfdoshlar, ustozlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Mana sinfdoshimiz ham qarindoshimiz Habibaxonni tavallud topgan kunlar ekan, umrlari uzoq bo'lsin. Pochchamiz bilan juda uzoq yillar nevara-chevaralarda orzusini amalga oshirsin. Tani jonlari sog' bo'lsin. Sinfdoshlarni ham hammasini tani joni sog' bo'lsin. Nevaralarda orzu-havasini ko'rsin. Yaratgan egamga behisob shukr. Mana shunday davralarga shunchalik yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Allohim bundan keyin ham mana shunday chiroyli davralarda bir-birimizni kulib turgan ko'zlarimizni hamisha ko'rishlikda Alloh nasib ro'zi qilsin. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu tabarruk xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, sinfdoshlar, hammalaring xush kelibsizlar. Mana bugungi kunimizning sababchisi o'rtog'im Habibaxonni 63 yoshga to'lgani munosabati bilan mana hammamizni chaqirib, shunday dasturxon yozgan akam bilan o'rtog'imga rahmat. Ikkovlari qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Bunday tug'ilgan kunlarda yana ko'pini hammamiz qatorimizdan xato bo'lmay, mana shunday to'kin dasturxonlar atrofida uchrashishlik hammamizga nasib qilsin. O'rtog'im akam bilan qo'sha qarib, bolalarini, kelinlarini, farzandlarini, nabiralarini, baxt iqbolini ko'rsin. Hojilarga borsin, umri uzoq bo'lsin. Hamisha sog' salomat yursin. Opa rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bildirilgan yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Endi o'tirib olish yo'q endi. Davramizga taklif etyapmiz hurmatli akamizni, hurmatli opamizni. Sen kabi qomating rasoya, Farg'onada bittagina. Anjam qomanga azoya, Farg'onada bittagina. Anjam qomanga azoya, Farg'onada bittagina. Sen kabi dora kabi, nazır şahide yana.
kabidan dengada oya Karvanada bitagina Men kabidan dengada oya Karvanada bitagina Onalarimizni davramizga taklif etamiz. Xorazmcha qo'shiq Shohra qo'shiqlarni marhamat. Yigitlarni qo'llarini to'ldirib Kelganini ko'chalarni to'ldirib Yigitlarni qo'llarini to'ldirib Chiroyda zo'rlikda talablarni Chiroyda zo'rlikda talablarni Hammasini o'rta yo'lda qoldirib Hamma qizni o'rta yo'lda qoldirib Loppu 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 desam sana erkalab Erkalab boshima kudasan beka bekana Chakkalar yo'q bog'larning o'yma Qirmiz dudolar aytiraymas bu yoq Chakkalar yo'q bog'larning o'yma Qirmiz dudolar aytiraymas bu yoq Og'asini chalin to'lib turma Og'asini chalin to'lib turma Do'ladi qomati bunchar dumba Do'ladi qomati bunchar dumba Loppu loppu desam sana erkalab Erkalab boshima kudasan beka bekana Biroq ko'rinmasang ko'zlara yaqin Yaqinmi chehraga yaqindan boqing Biroq ko'rinmasang ko'zlara yaqin Yaqinmi chehraga yaqindan boqing Sevishdan ko'zlaring yangi ketsin Sevishdan ko'zlaring yangi ketsin Sokin yuragingga chiqmoqday chaqing Sokin yuragingga chiqmoqday chaqing Loppu 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 desam sana erkalab Erkalab boshima kudasan beka bekana bir chiroyli niyatlarda, chiroyli tilaklarda davramizga guvoh bo'lamiz. Assalomu alaykum, avvalo xush kelibsizlar. Bugun Kemchan bo'lmas Habibaxon, Sinem bo'lmas Habibaxon 63 yoshga kiribdilar. Ilohim yuzlariga kirib yugurib yursinlar. Tan jonlaring sog' bo'lsin, ma'rifakam bilan qo'sha qaringlar. Farzandlarning orzu havasini ko'ringlar ilohim. Nevara chevara everlar nasib qilsin. Nevara kelinlar, nevara kuyoplar qiling ilohim. Dasturxoningiz hamma vaqt to'kin sochib bo'lsin. Do'stlaringiz qatoridan kamaymasin. Yanagi o'sha vaqtlarga yana Xudo yetkazsin. Yana shunaqa qatorimizdan kamaymasdan kelib yana birga o'tirib, birga o'yin qilib qilaylik. Tojikistonlar nomidan, qarindosh urug'lar nomidan hammasidan tabrik. Sog' salomat bo'ling, yuzlarga kiring. Hammalaring umrlaring uzun, tani jonlaring sog' bo'lsinlar. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar opamlarning xonadonlariga. Men ham o'zi asli Kanivodondanman, lekin shu yerda yashayman. Ham u tarafdan, ham bu tarafdan tabrik. Ilohim Habib opa yuzga kiring. Akam bilan qo'sha qaring. Mahallamizda oldi bo'lib yuring. Ilohim bunaqa yoshlarni yana 3-4 tasi qo'shilsin, Xudo xolasa. Mana shu yerda doim hammamiz birgalikda sog' salomat bo'laylik. Mana shu sinfdoshlaringiz bilan har doim birgalikda uchrashib, shunaqa davralarda o'tirish hammamizga nasib qilsin ilohim. Rahmat sizlarga ham. Rahmat opalar, sog' bo'linglar. Juda ham chiroyli tilaklarni, yaxshi niyatlarni bildirgan opalarimizni, onalarimizni davramizga taklif etyapmiz. Mana bu chiroyli qo'shig'imiz onalarimiz, opalarimiz uchun.
Güller kaynakay O'sha yomon qizda yaqin toy Voy o'rtasi bitta qizda yerga toy Bu yoki osmondagi oy Tez kunda to'y bo'ladi Bu kunlar yaqin yuragim sezadi To'yimda shajali yulduz keladi Siz duolar qiling ona Tez kunda to'y bo'ladi Uyimizga yana mehmon to'ladi To'yimizda hamma o'ynab keladi Siz duolar qiling ona Bilaman bu taqdiring azal Uchrashib menga o'sha bir go'zal O'sha qiz hayotimni qildi ham O'zidan so'zlari asal Gaplari to'lib ketdi boyma-boy Yonimga keldi go'yo qo'linay Voy yuragim olib bo'ldi senga joy Haydasang nega saroy Tez kunda to'y bo'ladi Bu kunlar yaqin yuragim sezadi To'yimda shirali yulduz keladi Siz duolar qiling ona Tez kunda to'y bo'ladi Uyimizda yana mehmon to'ladi To'yimizda hamma o'ynab kuladi Siz duolar qiling ona Uchradi menga o'sha qiz yana Yuragim yetdi unga chiz yana Xuddi siz xohlaganingizdek ona Bo'lasiz endi qaynona Buni sevgi deydilar oyna-oy O'sha yomon qizda yoqimtoy Voy onasi bitta qizim yerga toy Go'yoki osmondagi oy Tez kunda to'y bo'ladi Bu kunlar yaqin yuragim sezadi To'yimda shahar yulduz keladi Siz duolar qiling ona Tez kunda to'y bo'ladi Uyimizga yana mehmon to'ladi To'yimizda hamma o'ynab kuladi Siz duolar qiling ona Bilaman bu bir taqdiri azal Uchrashib menga o'sha bir go'zal O'sha qiz hayotimni qildi ham O'zidan so'zlari asal Gaplari to'lib ketdi boyma-boy Yonimga tushdi go'yo qo'linay Voy yuragim olib qo'ydi senga joy Haydasang yanga saroy Ona meni onam qani? Chaqiringlar daqa. Mana bolajonim mana men. Mana. Siz. Xudoga shukr. Ha, yubiley. Allohga Qorak shukr. bo'lsin. Soyalaringda. Bizni yoshimiz payg'ambarimiz hep kulib yuring aya. Iloyim. Go'y bo'lib, nevarlar katta qilib, joyli qilib Xudo xohlasa. Iloyim. Nevaralarni yuriga. Yuring ichkariga kirib. Salomat bo'ling dadam. Doim yonimizda baxt. Salomat. Mana Mahmud Ali ham tabrik. Yaxshimisiz? Allohga shukr. Sog' bo'linglar bolajon.
Dinleşim ya. Aman boyunuz bolacağım. Sağ olun. Tekte olsa kadar sağlar. Siz katta. Marhamat. Assalomu alaykum, yaqindan kelgan mehmonlarimiz. Hammalaring xush kelibsizlar. Bizning xonadonimizga. Habibaxon singlim iloyim, baxtli bo'ling, Marimjon bilan qo'shaqaring, bolalaringizni baxtini, qamoqni ko'ring. Hech ham ko'rmang, hech kamlik ko'rmang. Iloyim yuzlarga kiring. Hojilarga boring. Shu bolalar umri uzoq bo'lsin, martabalari baland bo'lsin, xatolardan xato qilmasin hammalari. Hammalarning baxtini birgalikda ko'ring. Birgalikda hojilarga boraylik ilohim. Hammalaringga rahmat kelganlaringiz uchun hammalaring ham hojilarga boringlar, hoji ona hojati bo'linglar. Sizga katta rahmat. Opamning gaplariga 100% qo'shilgan holda chiroyli, yaxshi gaplarni gapirishdi. Men ham shu gaplarga tilakdoshman. Hammalaring opalar qatori hojilaring qobil bo'lsin, hoji bo'lmaganlaringga hojilik nasib qilsin. Yaxshi kunlarda, yaxshi to'y ma'rakalarda diydor ko'rishaylik. Har birlaringga nasib qilsin. Opamga ham uzoq umr, sihat, salomatlik, farzandlariga kuch-g'ayrat, shijoat, mana shunday ota-onani hurmatini joyiga qo'yib, shunday tadbir qilib berishni o'zi ham farzand uchun juda katta bir mas'uliyat, katta bir baxt. Shu hammalaringga sihat, salomatlik, sog'lik tilayman. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Men opamni 63 yoshi bilan yana bir bor tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin opa. Yuzlarga kiring, yuzga kirganingizda xuddi mana shunaqa qilib o'tirishlik nasib qilsin. Mana shu kelolmagan xudolarimizni nomidan ham sizga yana bir bor tabriklayman. Nevaralaringizni hammasini orzu havasini ko'ring. Akam bilan qo'sha qaringlar. Mana shu Asilbekda uylaganda ham xuddi mana shunaqa qilib o'shalarni to'risida o'tirishlik nasib qilsin ilohim. Yana bir bor tabriklayman opam. Rahmat, juda ham chiroyli tilaklarni bildirgan hurmatli validalarimizni, hurmatli akamizni davramizga taklif kutdim bir kelmasang xafa bo'laman, xafa bo'laman. Bir jilmayib bir kulmasang xafa bo'laman, xafa bo'laman. Shuncha kutdim bir kelmasang xafa bo'laman, xafa bo'laman. Bir jilmayib bir kulmasang xafa bo'laman, xafa bo'laman. Osmonimda yulduzimsan, ko'zda nurim yulduzimsan. Osmonimda yulduzimsan, ko'zda nurim yulduzimsan. Sandan o'zimda xafa bo'laman, xafa bo'laman. Sandan o'zimda xafa bo'laman, xafa bo'laman. Sendan yomon xafa bo'laman, xafa bo'laman. Gapirmasang sendan yomon xafa bo'laman, xafa bo'laman. Dildan o'chirolmay, qancharoqin o'chirolmay. Dildan o'chirolmay, qancharoqin o'chirolmay. O'zimni ham kechirolmay xafa bo'laman, xafa bo'laman. O'zimni ham kechirolmay xafa bo'laman, xafa bo'laman. Shuncha kutdim bir kelmasang xafa bo'laman, xafa bo'laman. Sho'roq qo'shiqlar vali. Tog'boshidan ko'zi bor, ohichaning ko'zi bor. Tog'boshidan ko'zi bor, ohichaning ko'zi bor.
Onaxonlarimizni davramizga taklif etyapmiz. Marhamat. Ahid. Shom. Canım asil, zülfideki ilmanlarıyla, ilman emez, belirken karmanlarıyla. Canım asil, zülfideki ilmanlarıyla, ilman emez, belirken karmanlarıyla. Can iştesi gece fermanlarıyla, yakayı aldı zülfü yandı yurdanlarıyla, yavrandı şeklindeki sıranlarıyla. Asil, zülfindeki ilmaklarıyla, Sen sildim hem aklımı canımdan geçip, o min bana ısalınca arzuyum saçayım. Sen sildim hem aklımı canımdan geçip, o min bana ısalınca arzuyum saçayım. İlk kardeşim dercede hepsini açayım. İlk mukadder anam ararını saçayım. Sevgi şerri yanmış hep beraberinde. Canım asil, zülfindeki ilmaklarıyla, ilmaklarıyla. Sen yandı gel şeviras dur iliklerin dur. Sallar götken can damarım iliklerim dur, iliklerim dur. Sen yandı gel şeviras dur iliklerim dur. Sallar götken can damarım iliklerim dur. Sağmışlarım sallar benim iliklerim dur. Hayran gel üstüm bu gök iliklerim dur. Tavlida beynaylı uşak yollarında. Canım asil, zülfindeki ilmaklarıyla, ilmaklarıyla. Sağlık gülü, bana eline. Hadi hoşçakalın. Bir dostum var qarindosh deb bo'lib ketgan. Bir dostum var boyliklarga bo'lib ketgan. Bir dostum var hozir musofirlikda. Oramizdan yuragimiz yulib ketgan. Hozir musofirlikda. Oramizdan yuragimiz yulib ketgan. Dostum, sog'lik deymiz, boladikni. Alaman sizden ellere bağlama, yeniden kırdım bir zarım kılma. Alaman sizden ellere bağlama, yeniden kırdım bir zarım kılma. Seni kırdım helal ama, sensiz yaşamayamam seni çılgıda. Sensiz yaşamayamam seni çılgıda. Elmira, canım Elmira, Elmira, canım Elmira, 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 canım Elmira, 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 canım Elmira. Seni gördüm neylere bağlama, ömrünü yaşını verdim derdama. Seni gördüm neylere bağlama, ömrünü yaşını verdim derdama. Seni gördüm helal ama, sensiz yaşamayamam senin çılgıda. Sensiz yaşamayamam senin çılgıda. Elmira, canım Elmira, Elmira, yarım Elmira, 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 canım Elmira, 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 canım Elmira. Marhamat, talablarning imini olamiz. Muhabbatni desam ko'ngil ardog'im, ishqning ko'chasida qizil yanog'im. She'r yozay desam
Opamizni, hurmatli validalarimizni men davramizga taklif etaman. Avvalo xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Kelinglar bir chiroyli niyatlarda, chiroyli tilaklarda davramizda guvohi bo'lamiz degan umiddaman. Mana biz so'lgu. Alaykum hurmatli aziz mehmonlar, do'stlar, o'rtoqlar. Mana bugun bizning yangi hayotimizga ham shodiyonaga hammalaring xush kelibsizlar. Mana yangi hayot mahallamizda eng oldi xonadoni Habbaxon o'rtog'im yangi ishga ko'chib kelgan paytlarimizda mana Marjon akam bilan o'rtog'im hammaga birlariga ota, birlariga ona bo'lib, hammaga xizmatda bo'lgan. Umrlaringning oxirigacha mana shu nimada yuringlar, yaxshi kayfiyatda yuringlar. Habibaxon o'rtog'imda mana hali ham yoshlik nimalari tark etgan yo'q. O'rtoq umringizni oxirigacha 100 yoshlarda ham mana shunday mahallamizda ko'rki bo'lib, akam bilan qo'sha qarib, bolalaringizni baxt rohatlarini ko'rib yuringlar. Rahmat, hammalaring xush kelibsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hammalaring xush kelibsizlar. Marjon akamning xonadoniga. Hammalaring tanajonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzun bo'lsin. O'rtog'im bilan qo'sha qarib yuring. Bolalaringizga bosh bo'ling, mahallamizga bosh bo'lib yuringlar. Allohim sizlarni ham mana shu haj safarlariga, umra safarlariga borishliklarga munosib ko'rsin. E'tiborlaring uchun rahmat. Uyda chiqarmagan qo'ni qo'shnilarimizni nomlaridan ham tabriklab qo'yamiz. Ular ham tabriklab qo'yishdi hammalari. Aka sog' salomat bo'linglar. Qo'sha qaring akam o'rtog'im bilan. Onajonlar rahmat, sog' bo'linglar. Endi o'tirib olish yo'q. Mana bu chiroyli qo'shig'imiz. Avvalambor assalomu alaykum. Shu xonadonga kelganlaring uchun rahmat. Mana uyimizda 63 yoshda payg'ambar yoshiga kirganlarni chin yurakdan tabriklayman. Iloyim yuzga kiring. Yorimizga, baxtingizga omon bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Mana xonadonimizga xush kelibsizlar. Xolamni tavallud kunlari ekan bugun. Payg'ambar yoshiga kirdilar, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Baxtimizga sog'-omon bo'lsin, tog'amni ham tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha to'yimizda to'rilarda o'tirib yurish nasib qilsin. Nevaralarimizni Xudo xolasa bolalarimizni ham to'rilarda o'tirish nasib qilsin. Tojikistondan akamlar, do'konlar nomidan ham tabriklayman. Hamisha baxtimizga sog'-omon bo'ling. Yanagi shu vaqtlarga ham o'ynab, kulib, qatorimizdan ko'payishib yetish Alloh nasib qilsin. E'tiborlaringiz rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hamma xonadorimizga tashrif buyurgan mehmonlar, hammalaring ayamda, o'rtoqlari, mana xudolar, mehmonlar, qo'shnilar, hammalaring xush kelibsizlar avvalo. Iloyim mana ota-onamiz baxtimizga sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, bunaqa to'ylardan ko'plarini ko'rib yuraveraylik iloyim, birga baxt kamolimizni ko'rsin, akamlarimiz sog' salomat bo'lsin, safarlar bexatar bo'lib, o'ynab kulib kelsin bag'rimizga iloyim. Hammalaring sizlar ham umrlaringiz uzoq bo'lsin, xola, tog'alar, hammalaring. Iloyim sizlar ham mana shunaqa to'ylar ko'pini ko'rib yuringlar. Hammalaring xush kelibsizlar, rahmat. Sog' bo'linglar. Demak, yaxshi niyatlarda, yaxshi tilaklarni bildirgan farzandlarni davramizga taklif etyapmiz. Mana davramizlarga muntazir.
oldidan gulgina jonu dilgina gulday bo'lgina kecha bergina gulgina jonu dilgina gulday bo'lgina kecha bergina gulgina jonu dilgina gulday bo'lgina kecha bergina yodigi haddi sadigi muhabbat yondiraydi nodigi jahli ko'zingda shirin so'zingda aylana yo'rgilay jonim o'zingda bahor yodigi haddi sadigi muhabbat yondiraydi nodigi jahli ko'zingda shirin so'zingda aylana yo'rgilay jonim o'zingda gulgina jonim dilgina gulday bo'lsin belgina gulgina jonim dilgina gulday bo'lsin incha belgina gulgina jonim dilgina gulday bo'lsin incha belgina rahmat sog' bo'linglar mana shu buvijonlaringga o'xshaydi mana shunaqangi yoshlarga kirib yuringlar ilohim ana she'rlar tabriklar bor adashmasam marhamat azizlar assalom dildan assalom qalbimning qaynoq to'ridan qalblarda esmoqda bahor nafasi do'stlarga kelsin do'stlar havasi tabriklaymiz sizni gul bilan olqishlaymiz sizni baxt bilan tabriklovchi sizni yosh yurak bugungi yubiley to'ylaringiz bo'lsin muborak. So'zim boshi bismillah qalbimizdadir Alloh umringiz bo'lsin uzoq o'qiting kalamulloh buvijonim bizlarga onamizdek mehribon tilayman sizga umringiz bo'lsin uzoq. Buvijon siz hammadan mehribon dadamlarni boqqansiz oyimlarga yoqqansiz mehnat qilib mardona siz bo'ling hojona. Payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin qalbingizda quvonch nurlarga to'lsin biz sizga tilaymiz 90 va 100 yosh 90 va 100 yosh Buvijonim olamga abdos sochgan qiyossiz mehringiz to'la daryo oylarga yerga doshsiz va bayramingiz bilan tabriklayman yuzga kiring Kelamiz o'rtoqmiz kasadagi qaymoqmiz o'qiymiz nuqul beshga tayyormiz har bir ishga men usamasi asam menga nima berasan gullar terib beraymi pullar terib beraymi gullar tergan o'zingga pullar tergan o'zimga men hasanman sen husan pulni yaxshi ko'rasan pullarni men olaman cho'ntagimga solaman Toshkentlarga boraman mali bo'la olaman o'qiyman nuqul beshga tayyormiz har bir ishga Yashaylar demak davramizga albatta barcha nabiralarda barcha she'r bormi? Marhamat. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahim. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لما لتلهب في جيدها حبل من مسد bilan tabriklayman yuzga kiring. Barcha o'tib ketgan sinfdosh do'stlarimizga Ilohim oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Parvardigorim tubi daraxt soyalaridan joy bergan bo'lsin. Ruhlari arsh alolarda javlanur yursin Ilohim. O'rtoqjonlar, sizlar 90 yuzlarga kirib yuringlar Ilohim. Doimo mana shunaqa xursand kunlarda eshigimizga kelaveringlar. Ilohim Allohu akbar. Mana shu nevarajonlarimni ashula she'rlarga ham o'rgataman, Qur'onlarga ham, suralarga ham o'rgataman. Ish qilib ko'chada o'tirsam ham shularga bir narsa yodlatib o'tiraman, umrim bekorga o'tmasin deyman-da o'rtoqlar. Bolajonlarim, iloyo hammalaring sog' salomat bo'linglar. Kelajakda hammalaring menga, ota-onalaringga rahmat beradigan o'g'il qizlar bo'linglar. Chiroyli musiqa sizlar uchun bir o'ynab beringlar. Sorry.
shava shava, Maria say shava shava, Maria say shava shava, Maria say shava shava. Yeah. रूप में है सोना सोना, सोन में भी पायल, छनछना छन ऐसे छनके, कर दे सबको घायल। कह रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Everybody! Oi, 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 रूप तेरा सोना, सोनी तेरी पायल। रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल। छनछना छन ऐसे छनके, कर दे सबको घायल। कह रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Yeah! Say shava shava, Maria say shava shava, Maria say shava shava, Maria say shava shava. Yeah! रूप में है सोना सोना, सोन में भी पायल, छनछना छन ऐसे छनके, कर दे सबको घायल। कह रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Everybody! Oi, 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 रूप तेरा सोना, सोनी तेरी पायल। रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल। छनछना छन ऐसे छनके, कर दे सबको घायल। कह रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Yeah! Say shava shava, Maria say shava shava, Maria say shava shava, Maria say shava shava. Yeah! Rahmat, rahmat. Rahmat, namozlarni o'qitding a? Rahmat. Boshimizda umr uzoq bo'lsin. Bo'ldi o'zi. Duo Hammaga bo'ldi. 63 yoshimga juda xayriy ekson. Yo'q, ana javob kesinglar. Mehmonlaringga to'lasin yedirasiz. Yigitlarga yetdimi? Yetdi. Hammaga yetdi. O'rtajonlar, endi oxiri bo'lsin endi. Hammalaring bobo bo'ldilaring, nevara ko'rlaring, mana ashulalar chiqarib ko'rdik. Endi mahkam juda o'ylashimiz kerak. Mana shu savob bo'ladi, birovga bermanglarda. Har doim namoz o'qinglarda, duo qilib qo'ysalaring, berganga tegadi savob. Sardarbek keldi.
bizlarni yo'ldan voz qilib, shunchalik inson qilib, aziz, mukarram qilganiga bu yerda shukronlar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Parvardigor olam. Avvalo mana shunchalik sizlarni hurmat qilib kelganlaringiz uchun qadamlariga hasanatlar ziyoda bo'lsin. Hammalaringiz tani jonlaringiz sog' bo'lsin. Umrlaring Alloh taolo uzoq qilsin, sizlarni ulug' qilsin. O'g'il qizlarni baxti saodatini ko'rib uzoq yillar shunaqangi yaxshi kunlarda, xursandchilik kunlarda boshli yurishlarni Alloh nasib aylagan bo'lsin. Barcha bir-birlariga mana sinfdoshlar mehr oqibatlaring bundan ham ziyoda bo'lsin. Borda keldilik bo'linglar, bundan buyog'iga yana ham oqibatlaring qarinlashsin deb Parvardigor olam o'tirishlaring bundan ziyodaroq bo'lsin, ko'paysin. Hammalaringga ham nimaki talab maqsadlaring bo'lsa, talab maqsadlaringni Alloh taolo o'zi huzurida qabul aylagan bo'lsin, muddolaringni Alloh hosil qilsin. O'g'il qizlarga bosh bo'linglar, bir-birlariga mehribon bo'linglar. Shunaqangi to'kin dasturxonni tepasida doimo birgalikda jam bo'lib yurishlarini Alloh nasib aylagan bo'lsin. Bizlarni hurmat qilib kelsizlar, sizlarga ming rahmat. Alloh nasib qilsa, biz ham sizlarga borishni Alloh nasib aylagan bo'lsin. Mehr oqibatimiz uzun bo'lsin. Yaxshilik kunlarda doimo birga bo'lishni hammamizga nasib. Mana ketaman, tugal. Xudo xolasa, nechinchiga? Qancha? 17 oydanmi?